Nastroyka osteli plashatkasi va o'zini podyezdlari juda toza bo'ladi. Bugungi manzilimiz Yunusobod 15-kvartal kelganmiz. 2 xonali 64 kvadrat, ikkinchi etajda joylashgan 7 etajli dom. Bu asosiy hol hisoblanadi. Holga mana stol stullar qilib qo'yishibdi, divanchiklar qilib qo'yishibdi. Ko'rib turganingizdek, bu yoqqa kiraverishimiz. Mana stenkalar qilib qo'yishgan. Bu yoqqa переходный mebellar, elektrik polniy santexniklar bo'lgan. Mana bu yog'imizda sanuzel ko'rayotgan hamma narsalar qolar ekan. Televizor, xolodilnik, bu yog'imiz spalniy. Spalniyimiz ko'rsatamiz. Bu yoq mebel, mягкий mebel hamma narsa qoladi bu yerda ham. Joylashgan joyi juda zo'r, yo'l yuzida Novostroyka. Juda chiroyli qurilgan. Mana bu yog'imiz kuxnya. Kuxonniy zona. Yo'l yuzini ko'rsatamiz. Tayyor, arendaga topshirib qo'yishgan zo'r joy. Shu uyimizga 83 ming startga qo'yamiz. Qiziqqan bo'lsa, opsiyan nomerni qo'yib beramiz, telefon qilinglar.